Qo'rqib ketyapman. Siz bilan ishqiy munosabatda ekanligimni. Erim bilib qolsa nima bo'ladi? Voy gapir. Kun qalay o'tdi? Yaxshi o'tdi. Ozgina kechga qoldim. Davron akamga o'g'lingizga aytib qo'ydim. Ozgina kechikaman deb ogohlantirgandim. Uzr dadajon. Sizga u narsa tayyorlab beray-a? Tug'ilgan kunini qilgan dugonangning ismi nima? A? Qayerda turadi? Nigora, biz u bilan maktabda birga o'qiganmiz. Sinfdoshim. Sinfdoshing? Endi bunday qilamiz. Hozir men bilan o'sha dugonangning uyiga boramiz. Men kirib, tug'ilgan kun bo'lganmi, bo'lmaganmi surishtirib chiqaman. Dadajon, men sizga yolg'on gapirmayapman. Dabdurustdan uyiga borsak, keliniga ishonmas ekan, qaynotasi poylab yurar ekan deyishmaydimi? Keyin men ota-onasining oldida kim degan odam bo'laman, dada? Menga qara! Kimni ahmoq qilmoqchisan? Kimni aldayapsan? Ishxonangdan chiqib, qora